tagiga oddiy mana bu kupe mexanizmi relesdan har qanday mebelchi akalarimiz uyida o'ziga o'tinlar chiqib turadi. Misol uchun stanogida, displeydan, displeydan chiqsa, rolida o'ymalar kelib turadi. Shularni aralash uchun hadeb shu o'zi ishlatadigan stanoklarda aralaydigan bo'lsa, arasiga ishga yetkazib qo'yadi, tez o'tmas bo'lib qoladi. Yo bo'lmasa uy egalari aralashga qiynaladi. Mutaxassis bo'lmasa, baribir arada ikki qo'lni barobar ishlamasa, otib olishi mumkin. Shuning uchun men ham o'z dadamga mana shunday narsalarni qilib qo'yganman. Bemalol o'tirib olib, stulchaga moslab pastga qilib, ikki buni qulayligi, o'tinlarni deylik aralamasdan o'sha yuzi bir chekkasiga olib borib qo'ygan bo'lsangiz, u yoqdan yana toshiyotmaysizda. Buni olib borib turib, o'zi ko'tarsa bo'ladi, nari borsa 5-10 kilo. Ko'tarib olib borib turib, udinitelda to'kab borib olsangiz, o'sha joyda aralab qoplarga yoki maxsus joylarga soplashaverasiz. Qulay juda ham. Realistik bo'lgani uchun aralashga juda ham qulay. Bu narsani ichlari mana tagiga oddiy mana bu kupe mexanizmi relesdan qotirilgan hamda mexanizmning o'zida bu tarafiga qotirilgan. Bitta eskiroq shalkadan qo'yib qo'ysangiz, moslab bu nima deydi? Bitta ro'zg'or uchun juda ham qulay bo'lgan dastgoh. Mana shunday narsalardan qilib qo'yinglar.